Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Akmal Norqobilovman, Surxondaryo viloyatidan, Sho'rchi tumanidan. Mana bir necha yildan beri Shoberda Hoji akamiz Suyunovni xonadoniga mana shu prokuror mutaxassisligidan viloyat hokimi bo'lgan Ulug'bek Qosimov tomonidan tazyiqlar to'xtagani yo'q. Mening chiqishim mana shu Shoberda Hoji akani necha yildan beri men taniyman. 30 yildan ortiq qadrdon aka-ukamiz. Hurmatli Surxon elining eliga bir narsani aytmoqchiman. 1986-yil Toshkent qishloq xo'jaligi institutining agronomiya fakultetini tugatib kelganimdan keyin u vaqtida Gagar rayonida, hozir Muzrabot rayonini ximiya tashkilotida agronom ishlab yurgan vaqtlarimda Surxondaryoda Obkomning birinchi sekretari Soljon Mamarasov degan inson edi. Rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. Birinchi bor umumiy yig'ilishda birinchi marta qatnashganimda bu 86-yil avgust oyi bo'lyapti. Hech yodimdan chiqmaydi. Hurmatli Surxondaryo elining xalqi. Mana shu odam bir savxoz direktoriga so'z berdi. U savxoz direktori chiqdi-dagi Gorbachev dedi, plenum qarorlari dedi deb boshlovdi. Obkomning birinchi sekretari, mana shu Surxondaryo viloyat obkom birinchi sekretari Soljon Mamarasov to'xta dedi. Sen qilgan ishing bo'yicha dedi, qiladigan ishing bo'yicha hisob ber dedi. Yana qo'lda qog'ozni Gorbachev Mikhail Sergeyevich derdi, tush dedi, churtashadi. Keyin yana bir xo'jalikning rahbari rais kolxoz raisiga so'z berdi. O ham Gorbachev dedi, plenum derdi, uni ham churtashadi. O'zingda kalla yo'qmi dedi. Birovni kallasi bilan ish qilasanmi dedi. Ha dedi. Kim dedi, gaz so'z berilsa dedi, o'zini kallasi bilan gapirsin, birovni kallasi bilan gapirmasin dedi. Birovni anosi bilan gapirmasin. Gorbachev o'zini ishini qilyapti dedi. Plenum qarorlari ham o'zini ishini qilyapti dedi. Sen o'zingni kallang bilan o'zing bilan javob ber dedi. Ko'ryapsizmi? Dahshatli esir vaqtida mana oblast rahbari qanday bo'lgan? Birovni kallasi bilan ish qilma dedi. Birovni fikri bilan ish qilma, o'zingni fikring bilan, o'zingni qilayotgan ishingda, qiladigan ishingda dedi hisobini berdi. Bu birinchi holat bo'ldi. Ikkinchi holatda 1987-yilda avgust oyida bilasizlar, ilgari mana shu esir vaqtida obkom degan narsa obkom birinchi sekretari obkomda buyruq a'zolari bo'lgan. Buyruq a'zolariga 5 ta sekretar kirgan. Keyin Avlusbalkomning bir raisi bilan o'rinbosari kirgan buyruq a'zoliga. Komsomol tashkiloti, profsoyuz tashkiloti. Keyin brigadir, paxtachilik bo'yicha brigadirlardan bittasi bo'lgan. Kolxozning raislardan bittasi, xo'jalik rahbarlaridan bitta, qurilish tashkilotlaridan bitta,
meditsina sohasida bitta o'qituvchilar sostavidan bir kishi, Al-Qissa obkomning byuro a'zosi, hamma soha bo'yicha bittadan odam obkom byuro a'zosi bo'lgan. Byuro a'zosi bo'lgan. Avgust oyini shu 20laridan keyin gap chiqib qoldi. Men shu vaqtida Termiz rayonining Ijdan kolxozida agronom ishlardim. Butun brigadirlarda ichida gap tarqaldi. Bobo qamaladi. Soljon Mamarasulovni bobo derdi. Yosh kattaligi uchun bobo derdi. Bobo qamaladi derdi. Nima qamaladi? Nimaga qamaladi? Haligi obkomda byuro a'zolarini yiqqan Soljon Mamarasulov oblastning rahbari, Surxondaryo viloyati, Surxondaryo oblasti rahbari bo'lgan. Hozirgi Surxondaryo viloyati. Obkomda byuro a'zolarini ham yiqqan, yana odamni ko'paytirgandagi anavi la'nati, padaringa la'nati it emgan Gidlani bilan Ivanovga o'xshagan prokurorlar, SSR prokurorlarini gruppasi kelgan edi Surxondaryoga. Termizda edi. KGBning nariyog'ida 2 etajli imorat bor edi. Ana shu imoratga kelib joylashib, bular 520 ta brigadirni pulini olgan. 386 ta viloyat oblast bo'yicha 386 ta odamni olib kelib qamab qiynayvergan. Bundan xabar topgan Soljon Mamarasulov shuni chaqirib oladi dagin obkomning byuro a'zolarining ko'zicha rahbari bilan, Surxondaryoga tashlangan rahbari bilan uning o'rinbosarini urib tepib chiqarib yoradi. Yana keyin gapiradi, 2 soat senga muhlat Surxondaryoni tark etishingga deydi. 2 soatdan keyin sen qorangni ham ko'rmaydi. Bo'lmasam deydi, tinchitib yoraman deydi. Ko'ryapsizmi? Oblast rahbari dahshatli SSRdan qo'rqmagan. Dahshatli SSRdan Surxondaryo viloyat oblasti obkomning birinchi sekretari Soljon Mamarasulov O'zbekistonda eng avtoritet, hurmatga sazovor inson prokurorni urib tepib chiqarib yorgan. Nimaga uchun? Talagan, rahbariyatni talagandan keyin, brigadirlarni talagandan keyin tasavvur qiling. Ana shunda shu urgandan keyin Surxondaryoning odamlar aytardi, bobo qamaladi. Nimaga qamaladi? Qamalmaydi, hech nima qila olmaydi. Men uverini gapirardim-da. Endi o odamlar bormi yo'qmi Ijdan kolxozda, Termiz rayonining Ijdan kolxozda bormi yo'qmi? Haqiqatan mana shu voqea bo'lgan. Bir xil chiqib aytishi mumkin. Akmal, sen noto'g'ri gapiryapsan. Yo'q, men noto'g'ri gapirmayman. Men eshitganimni gapiryapman. Ana shu obkomning byuro a'zolarining ichida 70-80% ni yaxshi tanirdim. 70-80% ni yaxshi taniyman. Shu odamlarni. Hammasini yaxshi tanirdim. Otam rahmalni hurmatiga, bobolarimni, akalarimni hurmatiga yaxshi tanirdim. Ana shu odamlar gapirgan. Bo'lganmi voqea desam, ha dedi. Shunday kirgizdi dedi, hammani ko'zcha dedi, urib, prokurorni urib tepib haydaverdi dedi. Chiqarib yordi. SSR prokuraturasi to'rva xaltasini yig'ishtirib Surxondaryodan dab bo'lgan. Mana obkomning birinchi sekretari qanday edi? Hozirgi Surxondaryoga qo'yilgan viloyat hokimi prokurordan chiqqan Ulug'bek Qosimov qanday? Farqi yer bilan osmoncha farqi bor. Rahbar qayerga softil, vijdonli, oriyatli, xalqim deydigan inson
Xot tumanga bo'lsin, xot viloyatga bo'lsin, xot respublika bo'lsin, u o'zining barakasi bilan keladi. Ulug'bek Qosimov barakasi bilan keldi deb o'ylaysizlarmi? Hurmatli Surxondaryo elining xalqi. Payqadami yoqib kelganmidi uni? Qandaysiga uning yoqib keladi? Qanchadan qancha sovuzi dehqonlar sovuzisini, karamini, kartochkasini bizdirib tashadi. Shu prokuror, O'zbekistonda tarbiyasini olgan prokuror Ulug'bek Qosimov qanchadan qancha odamlarning yer ekkan maydonlarini bizdirib tashadi. Xayoliga kelmadi-ku, o Ulug'bek Qosimovning xayoliga kelmadi. Bu odam mehnat qildi, pul sarfladi. Hosilini oladi bu. Demadi. Biz tamam. Nimaymiş? Paxta ekarmish. Paxtani ham uradigan joyga o'rding, dehqon daromad ko'rmaydi-ku paxtadan. Klaster deydi. Men agronom odamman. Xohlagan odam bilan suhbat qilib, muzokara qilishim mumkin. O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri dehqon kun ko'rgan yo'q. Klasterga endi qip-qizil o'g'ri tashkilot ekan. Qip-qizil o'g'ri. Birorta dehqonni daromati borgan ham yo'q, cho'ntagiga borgan ham yo'q. Va Surxondaryoning eli peshonamizga sho'rq bitganmi? Ya prokuror bitganmi? Shavkat Miromonovich prezident bo'lgandan beri ikkita prokuror bo'libdi. Qarang, bir prokuror bor edi, prokuror edi. Mana gitarachi edi uni. Gitarachi qo'yib yubordi Surxondaryoning xalqi. Bunisi bu payqadami yo'qmi keldi? Nima ishing bor seni? Shoberdi Hoji Suyunovga. Pulni berib qo'y, 48 tonna paxtasini pulini ber shu odamga. Tinch qo'y, uning oilasini tinch qo'y. Va Ulug'bek Qosimov tinch qo'y u odamni. Nima ishing bor seni? Bir maktab direktori ayolni urdirding, to'valading, gap topilmay qolding. Katta majlisda sharmanda bo'lding. Hurmatli vatandoshlar, agar men prezident bo'lganimda edi, unga o'xshagan prokurorlikdan chiqqan odamni birinchi o'rinda hokimlikka qo'ymasdim. Biror joyga, ichki ishlardan chiqqanda ham hokimlikka umuman qo'ymasdim. Yaqinlashtirmasdim. Diqqatda ishlaganda ham qo'ymasdim. Ishlab chiqarib xalqning ichida yurgan odamni qo'yinglar derdim. Xalq o'zlaring saylovinglar derdim. Bu bir. Ikkinchisi, maktab direktorini urdirganini eshitganimda, misol uchun, men o hokimda urdirgan. Unday qilma ishdan olardim. Ya 25 yillik qamoq jazosi derdim. Yoki bo'lmasa Termizdagi katta bozorda hojatxonada odamlarga qog'ozni yirtib uzatib turadigan vazifani berardim. 5 yil shu yerda ishlaysan. Yoki bo'lmasa 25 yil qamalasan. Yana ona haliga prokurorda formasida polkovnik unvonida kallasiga shapka kiydirib o'tirg'iztirib qo'yardim tualetda o'tirib qog'oz yirtib uzatib turasan odamlarga. Formasini bilan o'tirg'iztirardim. Sharmanda. Nima emish? Prokurormish. Bo'lsang prokuror.
Prokurorlar bor. Sofdil, vijdonli prokurorlar bor. Prokurorlar bor. Gidlarni bilan Ivanovning tupurgisini jollaganlar bor. Tavba qildim. Bu nima degan gapi? Meni otam Normat Chorish Norqobilov, Akbar Norqobilov, Abjappor Norqobilov. Bular Norqobilovlar, aka-ukalar hammasi Surxon elining boshini silagan. Otam rahmatli o'lganiga 38 yil bo'lgan bo'lsa, 38 yildan beri birorta odam Akmalvoy otangiz menga yomonlik qildi degan gapni men 38 yildan beri eshitmadim, eshitmamsam kerak. Bobolarim to'g'risida ham birortasini, men qalbim to'g'risida ham birortasini biron marta eshitmadim, eshitmayman ham. Hattoki Abjappor bovam, Norqobil buvamni ham odamlar mendan ko'p so'raydi. Yaqinda ham mana bir yaqinda ham so'radi. Akmalboy, Abjappor buvangiz to'g'risida gapiring. Chiqib gapiring, siz ko'p narsani bilasiz. Siz eshitgansiz. Otangiz to'g'risida, Akbar akangiz to'g'risida, men qol buvangiz to'g'risida gapiring, chiqing, gapiring deydi. Aytaman, yo, men endi o'zimda noqilib avlodimni maqtayversam, bachkanalik bo'ladi. Mening anavimga to'g'ri kelmaydi, lekin siz so'rayapsiz, aytaman. Yo, ko'p eshitamiz deydi. Bobongizda Abjappor Norqobil buvangizda, Akbar aka Norqobilovda deydi. Men Qobil Norqobilov deydi. Normat Norqobilovda. Bu 4 talasini deydi. Yaxshilik taraflarini eshitamiz. Hech qayerda hech qachon yomonlik tomonini eshitganimiz yo'q deydi. Bu nima degan gap? Prokuror, hokim padaringga la'nati. O'qituvchiga urdirding, Shoberdi hojining uyini axlatxonasigacha tekshirish bilan olib borasan. Hali bu Fazilat Salimovami? Uni bilan nima ishing bor seni? Senga o'xshagan prokurordi. Bilmadim, Shavkat Miromonovichga qaysi ahmoq buni tavsiya qilib viloyatga hokimlikka tavsiya qilgan ekan. Hurmatli vatandoshlar, mana bor gapni aytdim. Soljon Momarasulovday Surxondaryoni xalqini boshini silagan obkomlar bo'lgan. Abduxoliq Karimov, Abduvahid Karimov, Faxriddin Shamsuddinov, Orif Hakimov, Nuriddin Murodov degan odamlar viloyatda rahbari bo'lgan. Xalqni boshini silagan. Jo'rnar Aliyev ham, Hakim Berdiyev ham xalqni boshini silagan. Baxtiyor Olimjonov ham birorta odamni burnini qanotmagan. Ammo lekin Ulug'bek Qosimovni juda ko'p eshityapman. Juda ko'p eshityapman. Ana shu eshitganimda, chidalmaganimdan chiqib gapiryapman. Men oriyatli insonman. Vijdonim chidamaydi. Qanday tushunsalaringiz tushuningizlar. Eshitganlaringiz tarqating. La'nati prokurorga hayotda hokimlik vazifasini bermaslik kerak. Men la'nati deyman bunday odamlarga. Gaping bo'lsa sho'rchiga kel. Men uyimdaman. Hurmatli vatandoshlar, yurtimizga tinchlik, fayz, barakot etsin. Murojaatlarimiz yetib borib xulosa chiqaradi degan umiddaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.